O'sha mashhur Xurram Sulton sevgan ayva tatlisini bugun birgalikda qilamiz. Qani ketdik. Bexlarimizni ikkiga ajratib olamiz. O'rtasidagi urug'i bizga kerak bo'ladi. Ularni alohida idishga olib qo'yamiz. O'rtasini tozalab, po'stlog'ini artib olamiz. Men 4 dona bexa ishlatdim. Kichkina bo'lgani uchun katta bo'lsa, oila soniga qarab qilishingiz mumkin. Mana bexalarimni tayyorlab oldim. Endi urug'larini ichiga, atrofiga chochib olamiz. Rangi chiroyli bo'lishi uchun 3-4 dona karkade yaprog'idan qo'shdim. Har bitta bexini ustiga 1,5 qoshiqdan shakar, qoshiqning uchida nomiga koritsa qo'shdim. Koritsa qo'shmasanglar ham bo'ladi va 1 stakan suv. Agar bexa kattaroq bo'lsa 2 stakan suv qo'shishingiz kerak bo'ladi. Va eng kerakli mahsulotimiz bu qalampir munchoq bo'ladi. Uni ham soldim va 2 soat past olovda pishirib oldim. Mana beximiz ham tayyor bo'ldi. Ustiga qaymoq qo'yib dasturxonga tortamiz. Afiyat olsun.